yana ham sanasini videoda yuqorida ko'rishingiz mumkin. Va shuningdek yana bir mijozimiz bor. Bularni ham 3 nafar qizlari bor, 3 yoki 4 nafar, hozir aniq ko'ramiz. Bularda ham o'g'il farzandli bo'lganliklarini yozganlar. Mana bular bilan ko'plab yozishmalarimiz bor. Ya'ni o'g'il farzand uchun harakat qilinganda jinsini ham aniqlaganmiz homiladorlikdan keyin, ya'ni o'g'il homila chiqqan edi. Mijozim juda ham xursand bo'lganlar. Qaniydi o'g'il bo'lsa deb yozgandilar va mana sentyabr oyida o'g'lon dunyoga keldi. Tug'ruq bo'lgandan keyin sirazi menga yozganlar va qo'liga olganlaridan keyin bir kun o'tib rasmlarni yuborganlar. Bu ikkinchi farzandlarni hisoblashimiz. Bu mijozimda adashmasam ham o'zlarini ikkita homilasini, ham singillarni homilasini jinsini aniqlab berganman va uchalasi ham to'g'ri chiqqan. Bular doimiy mijozlardan biri. Demak, mana shunday natijalar bizda juda ham ko'p. 4000, 5000 lab. Bu esa mani kalendarlarim. Albatta 100% usul yo'q. Avvalo Allohdan, biz sababini qilamiz xolos. Demak, bu kalendarda zo'r qilib chiqartirib berganim tarafi har bir yilni oyi bilan keltirganman. Sizlar bilan olamiz. Bu safar 6 oy ichida 1995-yil tug'ilgan ayol va 90-yilda tug'ilgan erkakda qaysi oylarida qiz va o'g'il kelishini aniqlaymiz. Ya'ni o'g'il kerak bu mijozimga. Bu mijozimda ikkita qizi bor. Hayzi agar bo'lsa kerak, hayz bo'lmasam kerak emas. Onaning yoshi 30 yoshda hozirda, lekin bu kalendar uchun onaning yoshi 32 yosh qilib olinadi. Chunki yanvar oyida tug'ilgan. Tug'ilgan oyiga qarab bitta yosh tepaga yana ham bir yosh qo'shilib o'sishi mumkin. Ya'ni mana ko'rasiz, ularni tug'ilgan yili 95-yil yanvar orasiga kirib ketadi va bu yerda dekabr oyida o'g'il bolacha keldi. Va ikkinchi o'g'il bolacha oyi esa fevral beryapti. Dekabr va fevral. Bu Xitoy taqvimini yana bitta ko'rinishi. Xitoy taqvimini o'zini 5-6 xili bor. Men sizlarga hozir bittasini berdim. Dekabr oyida o'g'il bola keldi va yanvar oyida o'g'il bolacha kelyapti. Va bu bitta usul. Bitta usulda 2 oy kelyapti 6 oydan. Endi men 3 ta usulda tuzganman. Bular uchun 3 ta usulda jamlab o'g'il oylarini eng yaxshisini chiqarganman. 3 ta usulda ketma-ketlik. Bu yerda qisqa yozaman chunki bu taqvimlar bilan ishlayverganim uchun 6 yildan beri bular yod bo'lib ketgan. Ya'ni qarang, yuqorida 9-oy, ya'ni sentyabr kelmagandi, lekin 3 ta usulda chiqarilganda, pastda yana usul qo'shilgandan keyin 3 tadan tashqari